Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz nafaqaxo'rlarimiz uchun juda ham dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni ko'rib chiqadi. Ko'pchilikning xayolini band qilgan va tashvishga solayotgan ertaga komissiyaga kimlar chaqirilishi mumkin degan savolga javob berishga harakat qilaman. Bu mavzu sizning nafaqangizga, ya'ni moddiy ta'minotingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ishonchim komilki, hozir aytadigan ma'lumotlarim har bir nafaqaxo'r uchun o'ta muhim. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni, hoziroq kanalimizga obuna bo'lishingizni va videomizga like bosishingizni so'rayman. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim, chunki bu bizga ko'proq foydali kontent yaratishga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval bu masalaning tarixi va hozirgi holatiga bir nazar tashlaylik. O'tmishda, ya'ni sobiq tuzum davrida va hatto mustaqilligimizning dastlabki yillarida ham nafaqa tizimi ancha barqaror va deyarli o'zgarmas hisoblangan. Bir marta nafaqa tayinlangan bo'lsa, u odatda umrining oxirigacha bir xil miqdorda to'lanardi, faqatgina umumiy inflyatsiya yoki ish haqi o'sishi bilan indeksatsiya qilinardi. Ayniqsa, yoshga doir nafaqalar bo'yicha bunday holat kuzatilardi. Nogironlik pensiyalarga kelsak, ularda ham ma'lum bir guruh tayinlangandan so'ng faqatgina jiddiy sog'liq muammolari yuzaga kelganda yoki muddatsiz guruhga o'tkazilgunga qadar qayta ko'riklar bo'lardi. Odamlar bir marta rasmiylashtirilgan nafaqa deyarli o'zgarmas deb hisoblashardi. Bu bir tomondan barqarorlikni ta'minlagan bo'lsa, ikkinchi tomondan ba'zi hollarda tizimning o'zgaruvchan talablariga mos kelmasligi mumkin edi. Masalan, ba'zi shaxslarning sog'lig'i yaxshilanganda ham pensiya miqdori o'zgarmay qolgan holatlar kuzatilishi mumkin edi. Ammo bugungi kunda dunyo juda tez o'zgarmoqda, iqtisodiyot rivojlanmoqda, aholining demografik tarkibi ham o'zgarishlarga uchramoqda. Shu sababli nafaqa tizimi ham muttasil ravishda isloh qilinmoqda, takomillashtirilmoqda. Maqsad esa adolatli, shaffof va barqaror tizimni yaratish. Bu islohotlar doirasida nafaqa tayinlash va to'lash shartlari qayta ko'rib chiqilyapti. Ayniqsa, nogironlik pensiyalari va ba'zi turdagi imtiyozli nafaqalar bo'yicha doimiy monitoring va davriy qayta ko'rikdan o'tkazish amaliyoti kengayib bormoqda. Endi nafaqaning tayinlanishi shunchaki bir martalik akt emas, balki ma'lum shartlarga bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Bu degani ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun muntazam ravishda komissiya chaqiruvlari bo'lishi mumkin. Bu jarayonning asosiy sababi nafaqa tizimining to'g'ri va adolatli ishlashini ta'minlash, mablag'larning samarali ishlatilishini nazorat qilish va haqiqiy ehtiyojmandlarga yordam ko'rsatishdir. Keling, endi kimlar aynan shu komissiyaga chaqirilishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi asosiy qism, nimani bilishingiz kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak? Bu savolga javob berishda eng asosiy e'tiborni nogironlik pensiyasi oluvchilarga qaratishimiz kerak. Bir nogironlik pensiyasi oluvchilar, vaqtinchalik nogironlik guruhi tayinlanganlar, agar sizga tibbiy mehnat ekspert komissiyasi (TMK) ilgari VTEK deb atalgan tomonidan ma'lum bir muddatga, masalan 1 yilga, 2 yilga yoki 3 yilga nogironlik guruhi tayinlangan bo'lsa, demak, shu muddat tugagach siz qayta ko'rikdan o'tishingiz shart. Bu mutlaqo normal holat. Komissiya sizning sog'lig'ingiz holatini qayta baholaydi, kasallikning kechish dinamikasini o'rganadi, davolash natijalarini ko'rib chiqadi va shu asosda nogironlik guruhini tasdiqlaydi, o'zgartiradi yoki bekor qiladi. Ko'pincha bunday chaqiruvlar rasmiy ravishda, ya'ni xat orqali yoki telefon orqali sizga oldindan xabar berish yo'li bilan amalga oshiriladi. Misol, tasavvur qiling, 7 yoshli erkak. U 3 yil oldin insult o'tkazgan va unga 2 guruh nogironligi tayinlangan. Shifokorlar unga kasallikning oldini olish va tiklanish uchun muntazam davolanishni tavsiya qilishgan. Agar u shu 3 yil davomida samarali davolanish olib, sog'lig'ida sezilarli ijobiy o'zgarishlar bo'lsa, 3 yildan keyingi qayta ko'rikda uning nogironlik guruhi guruh o'zgarishi yoki hatto nogironligi bekor qilinishi mumkin. Aksincha, agar uning sog'lig'i yomonlashgan bo'lsa, birinchi guruhga o'tkazilishi ham mumkin. Mana shu sababli muddatli nogironlik guruhlari bo'lganlar doimiy ravishda TMK nazorati ostida bo'ladilar. Yana bir misol, 45 yoshli ayol yirik jarrohlik amaliyotidan so'ng, masalan, umurtqa pog'onasi operatsiyasidan keyin 1 yil muddatga 3 guruh nogironligi olgan. 1 yil o'tib, u tiklanish reabilitatsiya kurslaridan o'tgan, ahvoli yaxshilangan. TMK qayta ko'rigida uning ahvoli mehnat faoliyatiga to'laqonli
qaytishga imkon beradigan darajada yaxshi deb topilsa, nogironligi bekor qilinishi mumkin. Bu tizimning adolatli ishlashini ta'minlaydi. Ma'lum yoshga yetgan nogironlar, ba'zi holatlarda nogironlik pensiyasi oluvchilar ma'lum yoshga yetganda, masalan, erkaklar 6 yoshga, ayollar 15 yoshga yetganda, ularning nogironligi muddatsiz, ya'ni doimiy deb e'tirof etilishi mumkin. Biroq bu har doim ham avtomatik ravishda sodir bo'lmaydi. Muddatsiz guruh tayinlash uchun ham TMIning qayta ko'rigidan o'tish talab etilishi mumkin. Komissiya sizning yoshingizni, kasalligingizning og'irlik darajasini, uning qaytmasligini va organizmdagi funksional buzilishlarning barqarorligini baholaydi. Agar ushbu mezonlarga mos kelsangiz, muddatsiz nogironlik beriladi va keyinchalik qayta ko'rikdan o'tishingiz shart bo'lmaydi. Misol, 29 yoshli erkak 20 yildan beri 2 guruh nogironligiga ega, surunkali yurak yetishmovchiligi bilan og'riydi. U 6 yoshga yaqinlashganda pensiya jamg'armasi yoki unga qayta ko'rikdan o'tish haqida xabar yuborishi mumkin. Maqsad uning ahvoli muddatsiz nogironlik guruhini berishga mos kelishini aniqlash. Agar shifokorlar uning kasallik qaytmas va og'ir darajada ekanligini tasdiqlashsa, u muddatsiz nogironlik guruhiga o'tkaziladi va kelgusida qayta ko'riklar bezovta qilmaydi. 2. Boshqa turdagi nafaqalar. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Agar nafaqa oluvchining ahvoli o'zgargan bo'lsa, masalan, yoshga doir cheklovlar, oilaviy holatdagi o'zgarishlar, farzandning voyaga yetishi, turmush qurishi yoki qaramog'idagi shaxsning mustaqil bo'lib qolishi kabi holatlar yuzaga kelsa, pensiya jamg'armasi ushbu pensiyani qayta ko'rib chiqish uchun komissiyaga chaqirishi mumkin. Bu nafaqa oluvchining shaxsiy manfaatini himoya qilish va tizimning adolatli ishlashini ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Misol, o'z otasini yo'qotgan 16 yoshli o'smirga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan. U umumta'lim maktabini tamomlab, kollejga yoki litseyga o'qishga kirdi. Bu holatda pensiya to'lovi uning 15 yoshga to'lguniga qadar yoki kunduzgi bo'limda o'qishini davom ettirsa, o'qishni tugatguniga qadar amal qiladi. Agar u o'qishni tashlab ishga kirsa, pensiya jamg'armasi uni chaqirib, uning holatini aniqlashtirishi va tegishli hujjatlarni so'rashi mumkin. Maxsus xizmatlari uchun yoki imtiyozli nafaqalar oluvchilar ba'zi shaxslarga, masalan, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari yoki zararli sharoitlarda ishlaganligi uchun maxsus imtiyozli nafaqalar tayinlanadi. Bu nafaqalar ham ma'lum shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar bu shartlarda o'zgarishlar yuz bersa, masalan, imtiyozli stajni tasdiqlovchi hujjatlarda noaniqliklar aniqlansa, pensiya jamg'armasi aniqlik kiritish uchun sizni chaqirishi mumkin. Misol, 65 yoshli erkak, u ilgari qishloq xo'jaligida og'ir sharoitlarda ishlaganligi uchun imtiyozli nafaqa olgan. Pensiya jamg'armasi arxiv hujjatlarini qayta ko'rib chiqish jarayonida uning ba'zi ish staji davrlari bo'yicha hujjatlarda noaniqliklar aniqladi. Bu holatda unga pensiya jamg'armasi xodimi tomonidan tushuntirish berish va qo'shimcha hujjatlar taqdim etish uchun chaqiruv bo'lishi mumkin. Bu albatta pensiyani bekor qilishga qaratilgan emas, balki shunchaki aniqlik kiritishga xizmat qiladi. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Hozirgi qonunchilikka ko'ra, yoshga doir nafaqa oluvchilar ish faoliyatini davom ettirishlari mumkin va ularning nafaqasi bundan ta'sirlanmaydi. Ammo ba'zi holatlarda qo'shimcha imtiyozlar yoki maxsus to'lovlar bo'lsa, ularning ish haqi miqdori pensiya jamg'armasi tomonidan monitoring qilinishi mumkin. Masalan, agarda pensiyaga ma'lum bir miqdordan ko'proq daromad olayotgan bo'lsa, unga berilayotgan ba'zi qo'shimcha to'lovlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Misol, 63 yoshli ayol yoshga doir nafaqa oladi va bir vaqtning o'zida kichik bir tashkilotda yarim stavka ishlaydi. Uning ish haqi pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasiga avtomatik ravishda kelib tushadi. Agar ilgari olgan nafaqasiga qo'shimcha ravishda biror ijtimoiy yordam yoki subsidiyaga ega bo'lsa, bu yordamni olish shartlari uning daromadiga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu holda pensiya jamg'armasi uning umumiy daromadini aniqlash va ijtimoiy yordamni davom ettirish yoki to'xtatish masalasini hal qilish uchun chaqirishi mumkin. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Asosan yoshga doir oddiy nafaqa oluvchilar. Agar ularning holatida yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlar bo'lmasa, tashvishlanishlari shart emas. Agar sizga bir marta yoshga doir nafaqa tayinlangan bo'lsa va sizda qo'shimcha imtiyozlar yoki nogironlik guruhi mavjud bo'lmasa, sizning nafaqangiz avtomatik ravishda to'lanadi va komissiyaga chaqirilishingiz ehtimoli juda kam. Shuningdek, muddatsiz nogironlik guruhiga ega bo'lganlar ham
qayta ko'rikdan o'tmaydilar. Shuning uchun ular ham bu borada xotirjam bo'lishlari mumkin. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Bu qismda men sizni kamroq e'tibor beriladigan, ammo juda muhim bo'lgan jihatlar bilan tanishtirmoqchiman. Ba'zan oddiydak tuyulgan holatlar ham kutilmagan muammolarga olib kelishi mumkin. 1. Muddatsiz nogironlik guruhining o'ziga xosliklari. Muddatsiz nogironlik deganda shaxsning salomatligi buzilishi qaytmas va og'ir darajada ekanligi, u umrining oxirigacha mehnat qobiliyatini yo'qotganligi tushuniladi. Odatda bu ilk guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga, shuningdek juda og'ir va tuzalmas kasalliklarga chalinganlarga tayinlanadi yoki ma'lum yoshga yetgan nogironlarga, masalan, erta bolalikdan nogironlarga. Erta yoshda nogiron bo'lgan ayollarga 25, erkaklarga 6 yoshga yetganda, lekin shuni bilish kerakki, muddatsiz degani mutlaq o'zgarmas degani emas. Ba'zi g'ayrioddiy holatlarda agar qonunchilikda jiddiy o'zgarishlar bo'lsa yoki tamakining avvalgi qarorida jiddiy xatoliklar aniqlansa, hatto muddatsiz nogironlik guruhiga ega bo'lgan shaxslar ham qayta ko'rikka chaqirilishi mumkin. Bunday holatlar kam uchraydi, lekin ularni inkor etib bo'lmaydi. Misol, bir shaxsga erta bolalikdan ilk guruh nogironligi tayinlangan va u erta yoshda muddatsiz deb e'tirof etilgan. Ammo oradan yillar o'tib unga noto'g'ri tashxis qo'yilganligi haqida yangi tibbiy ma'lumotlar paydo bo'ldi. Yoki dastlabki hujjatlarda jiddiy qalbaki ma'lumotlar aniqlanib qoldi. Bunday noyob holatlarda pensiya jamg'armasi sud qarori yoki prokuratura talabiga binoan shaxsni qayta TMEkdan o'tishga majbur qilishi mumkin. Bu juda kam uchraydigan holat bo'lsa-da, imkonsiz emas. 2. Muddatlarni o'tkazib yuborishning oqibatlari. Agar sizga nogironlik pensiyasi tayinlangan bo'lsa va siz qayta ko'rikdan o'tish muddatini o'tkazib yuborsangiz, pensiya to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Bu jiddiy muammo, chunki to'lovlarni qayta tiklash uchun keyinchalik ko'p hujjatbozlik va vaqt talab etiladi. Nafaqa to'xtatilgan muddat uchun to'lanmasligi mumkin yoki to'lansa ham. Bu faqatgina qayta ko'rikdan o'tgan sanadan boshlab amalga oshiriladi. Shuning uchun TMga belgilagan qayta ko'rik muddatlariga qat'iy rioya qilish kerak. Agar sizga chaqiruv kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Misol, 70 yoshli ayol 3 yil oldin 3 guruh nogironligi pensiyasini olgan. Uning qayta ko'rik muddati 2023 yil may oyida edi, ammo u unutilganligi sababli TMga bormadi. Natijada iyun oyidan boshlab uning pensiya to'lovlari to'xtatildi. Bu holatda u TMga zudlik bilan murojaat qilib qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Agar unga nogironlik yana tasdiqlansa, pensiya to'lovlari qayta ko'rikdan o'tgan sanadan boshlab tiklanadi. May va iyun oylari uchun esa o'tkazib yuborilgan muddat uzrli sababli kasallik, favqulodda vaziyat kabi bilan asoslansa, keyinchalik to'lanishi mumkin. Agar sabab uzrli bo'lmasa, o'tkazib yuborilgan oylar uchun pensiya to'lanmaydi. Yashash joyini o'zgartirish va pensiya masalalari. Agar siz bir viloyatdan boshqa viloyatga yoki bir tumandan boshqa tumanga doimiy yashash uchun ko'chib o'tsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga xabar berishingiz shart. Aks holda sizning pensiya to'lovlarida uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida aniqlanadigan nomuvofiqliklar sizni komissiyaga chaqirishga asos bo'lishi mumkin. Misol, 6-7 yoshli erkak Samarqand viloyatidan Toshkent shahriga doimiy yashashga ko'chib o'tdi, lekin pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermadi. Ma'lum muddat o'tib, pensiya jamg'armasining markaziy tizimida uning yangi manzili va eski manzili bo'yicha ma'lumotlar farqi aniqlangan. Natijada pensiya jamg'armasi uni chaqirib, yashash joyining o'zgarishi sababini aniqlashtirishni va yangi manzilda ro'yxatdan o'tishni talab qilgan. Bu kabi holatlarda pensiya to'lovlari vaqtinchalik to'xtatilishi mumkin. 4. Hujjatlardagi nomuvofiqliklar va noto'g'ri ma'lumotlar. Pensiya tayinlashda taqdim etilgan hujjatlarda, masalan, mehnat daftarchasi, tug'ilish haqidagi guvohnoma, tibbiy xulosalar, nomuvofiqliklar yoki hatto noto'g'ri ma'lumotlar aniqlansa, pensiya jamg'armasi sizni chaqirib, ushbu holatga aniqlik kiritishingizni talab qilishi mumkin. Ba'zan bu holatlar shunchaki texnik xatoliklar bo'lishi mumkin. Ba'zan esa jiddiyroq oqibatlarga olib kelishi mumkin. Misol, 72 yoshli erkakning pensiya hujjati rasmiylashtirilganidan 10 yil o'tib, pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida uning mehnat daftarchasida yozilgan tug'ilgan yili pasportdagi yildan farq qilishi aniqlandi. Pensiya jamg'armasi xodimlari uni chaqirib, bu nomuvofiqlikka izoh berishni va to'g'ri hujjatlar taqdim etishni so'radilar.
Bunday holatlar pensiyani qayta hisoblashga yoki vaqtinchalik to'xtatishga olib kelishi mumkin. 5. Qonunchilikdagi yangi o'zgarishlar. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Ba'zan qabul qilingan yangi qonunlar yoki qarorlar ilgari tayinlangan pensiyalarni qayta ko'rib chiqishga asos bo'lishi mumkin. Bu umumiy qoida bo'lmasa-da, ba'zi bir maxsus pensiya turlari yoki imtiyozlar bo'yicha shartlar o'zgarganda, pensiya jamg'armasi sizni chaqirib, yangi shartlar haqida ma'lumot berishi va tegishli hujjatlarni yangilashni so'rashishi mumkin. Misol, hukumatning yangi qarori bilan muayyan kasb egalari uchun imtiyozli pensiya yoshi bekor qilindi yoki o'zgartirildi. Agar siz shu toifadagi pensiya oluvchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi sizni chaqirib, pensiyangizni yangi qoidalarga muvofiqlashtirish uchun zarur choralar haqida ma'lumot berishi mumkin. Bu kabi holatlar odatda ommaviy axborot vositalarida keng yoritiladi, lekin shaxsiy xabar ham yuborilishi mumkin. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilishi kerak? Agar sizga komissiyaga chaqiruv kelgan bo'lsa, vahimaga tushmang. Bu normal jarayon. Eng muhimi xotirjamlikni saqlab, to'g'ri va izchil harakat qilish. Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. Birinchi chaqiruvni diqqat bilan o'rganing. Kim chaqirgan? Pensiya jamg'armasimi yoki TMEKmi? Qaysi bo'lim? Qachon va qayerga borish kerakligi aniq ko'rsatilganmi? Qaysi masalada chaqirilganingiz haqida qisqacha ma'lumot bormi? Qaysi hujjatlarni olib borish kerakligi ko'rsatilganmi? Agar yo'q bo'lsa, darhol chaqiruv yuborgan tashkilotga telefon qilib aniqlashtiring. Misol, sizga pensiya jamg'armasidan xat keldi. Unda nogironlik pensiyasini qayta ko'rib chiqish maqsadida 2024 yil 10 sentabr kuni soat 10 ga Yo'nalda tuman pensiya jamg'armasi kelishingiz so'raladi deb yozilgan. Lekin qaysi hujjatlarni olib borish kerakligi aytilmagan. Darhol xatda ko'rsatilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, pasportdan tashqari qaysi hujjatlar, nogironlik guvohnomasi, tibbiy xulosalar va boshqalar kerakligini so'rang. Ikkita kerakli hujjatlarni yig'ing. Pasport asli va nusxasi, pensiya guvohnomasi asli va nusxasi, nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa asli va nusxasi. Barcha mavjud tibbiy hujjatlar, avvalgi TME xulosalari, kasallik tarixi ko'chirmalari, dispanser hisobida turganingiz haqidagi ma'lumotnomalar, so'nggi tahlil natijalari, rentgen, UZI, EKG, MRT va boshqalar, davolash kurslari haqidagi ma'lumotlar, yangi o'tkazilgan tibbiy ko'riklarning natijalari ham juda muhim. Mehnat daftarchasi, asli va nusxasi, qaramog'ingizda bo'lgan shaxslar haqidagi hujjatlar, agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki shunga o'xshash imtiyozlar bo'lsa, boshqa tegishli hujjatlar, masalan, turmush qurganlik haqidagi guvohnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma, maslahat, har bir hujjatning asli va bir nechta nusxasini tayyorlab qo'ying. Ba'zan komissiya a'zolari asl nusxalarni ko'rib, nusxalarni olib qolishlari mumkin. Barcha tibbiy hujjatlaringizni tartibli qilib, bir papkaga solib qo'yish juda qulay bo'ladi. Hujjatlaringizni sanalar bo'yicha tartiblang. 30. TMK tibbiy mehnat ekspert komissiyasiga borishdan oldin. Agar siz nogironlik bo'yicha qayta ko'rikka chaqirilgan bo'lsangiz, TMEIga borishdan oldin o'zingizning oilaviy shifokoringiz, uchastka vrachiga murojaat qiling. U sizga kasallik tarixi ko'chirmasi va hozirgi sog'lig'ingiz holati haqida ma'lumotnomalar tayyorlashda yordam beradi. Yangi tahlillar topshirish mutaxassis shifokorlar, nevropatolog, kardiolog, endokrinolog kabi xulosalarni olish ham juda foydali bo'ladi. TMEI komissiyasi sizning eng so'nggi tibbiy ma'lumotlaringiz asosida qaror chiqaradi. Misol, sizning TMEIga chaqiruv muddatingiz 1 oy qolgan. Shu muddat ichida o'z poliklinikangizga borib, shifokor nazorati ostida so'nggi 1-2 oydagi barcha kerakli tahlillarni topshiring. O'zingizni bezovta qilayotgan muammolar haqida shifokorga batafsil ma'lumot bering. Ularning xulosalarini yozma ravishda oling va TMEIga olib borish uchun tayyorlab qo'ying. 4. Komissiyada o'zingizni qanday tutish kerak? Komissiya a'zolariga o'zingizning sog'lig'ingiz holati, kasallikning kechishi, uni qanday his qilayotganingiz, kundalik hayotdagi qiyinchiliklar haqida to'liq va rostgo'ylik bilan ma'lumot bering. Ortiqcha his hayajonga berilmang, ammo o'z ahvolingizni yashirmang. Savollarga aniq va tushunarli javob bering. Agar savolni tushunmasangiz, qaytarib berishni so'rang. Barcha tayyorlagan hujjatlaringizni komissiya a'zolariga ko'rsating. Agar komissiya qarori sizni qanoatlantirmasa, sizda yuqori turuvchi instansiyaga yoki sudga shikoyat qilish huquqi borligini unutmang. Bu huquqingizdan foydalanishdan qo'rqmang. 5. Qayerga murojaat qilish kerak? Agar sizga komissiya chaqiruv kelgan bo'lsa,
Sizning birinchi manzilingiz pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limi yoki TMG markazi bo'lishi kerak. Agar siz pensiya bilan bog'liq boshqa savollarga javob topa olmasangiz, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga yoki veb saytiga murojaat qilishingiz mumkin. Yuridik maslahat olish zarur bo'lsa, advokatlarga murojaat qilishdan tortinmang. Davlat tomonidan bepul yuridik yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar ham mavjud. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar. Bugungi videomizda ertaga komissiyaga kimlar chaqirilishi mumkin degan savolga atroflicha javob berishga harakat qildim. Siz shuni tushunishingiz kerakki, bu chaqiruvlar ko'pincha nafaqa tizimining adolatli va samarali ishlashini ta'minlashga qaratilgan standart jarayonlardir. Vahimaga tushish o'rniga diqqatli bo'lish, o'z vaqtida kerakli hujjatlarni tayyorlash va ko'rikdan o'tish zarur. Unutmang, sizning xabardorligingiz va harakatingiz sizning huquqlaringizni himoya qilishning eng muhim kafolatidir. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa yoki shaxsiy tajribangiz bo'lsa, iltimos ularni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'ling.